Ramazon hayitida ro'za tutilmaydi. Qurbon hayitida, qurbonlik hayitida inshaalloh biz ro'zani niyat qilib, hech narsa yemasdan qurbonlik go'shtlari bilan ro'zamizni ochamiz deganmiz. U ham bir necha soatlik ro'za. Lekin kelayotgan Ramazon hayitida birodar hech qanaqangi ro'za yo'q. Biz ro'zani 30 kun davomida tutib bo'ldik. 1 soatlikmi, 2 soatlik bo'ladimi, 5 soatlikmi? Umuman unaqangi ro'za Ramazon hayitida tutilmaydi. Va Ramazon hayitida kun bo'yi men ro'za tutaman deyotgan odamlar harom ishni qilgan bo'ladi. Chunki Ramazonda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, Ramazon hayitlar bayram kunlari, yeyishlik, ichishlik, nozu ne'matlardan tanovul qilish kuni. U kunda ro'za tutishlik birodar mumkin emas. Shuning uchun ro'za tutmaylik, ilmini o'rganaylik inshaalloh. Ramazonning 30 kun ro'zasini tutdik, hayit kuni bayram va undan keyin inshaalloh Shavvol ro'zasini hayit kuni tushuntiramiz. Shavvolning ro'zasi qachon, qanday va ularning fazilatlarini inshaalloh hayitda tushuntiramiz.